Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bilan elhamdülillah 5-chi darsga kelib jetdik. Ad-darsu al-khamisu. Yani ad-darsu ders al-khamisu tutashtirib o'qisak, ad-darsul khamisu, khamis 5-chi. Khamis abidlarmi? Khamis, yani 5-chi ders. Bu dersdə biz şulay yox, yana bir tema alırız. Bu da bulsa mudaf ileyhi qaidəsi. Нәрсә ул? Шулай yox, жеңіл, теге сүзеннән куркырга кирәкми. Мәсәлән, берәр предметның диек, хуҗасын әйтәсебез килсә, мәсәлән, каләм. Шулай бит. Һәм бу каләм укытучыныкы дип. Yani bu kalemnin hocası okutuşu. Biz nişik aytабыз? Başta şu предметнің ismini yazabız. Kalemu. Kalemu. Ondan sonra indi yazabız okutuşu. Mesela kalemul muderrisi. Kalemul muderrisi. Demek anladık. Kalem yazatırım. Anın hocası kim? Muderris. Onda teşdid çıkmalı. Muderris. Qarağız. Şuшы hocasını aytganda, şuшы bizning ostagı haraka narsa bilan bo'la, kasra bilan bo'la. Ham şuшы предметдик, şuшы әйбер, şuшы narsa ул килә bizning tanvinsiz. Ham ул alif artikli ала алмый. Mesela al-qalamu deb aytsak, xato bo'la. Yarar. Qalamun deb aytsak, qalamun shulay xato. Biz aytirga tegishimiz qalamul mudarrisi. Ikkinchi misol, tag'in da anglar uchun, tag'in anlatır uchun, masalan, kitabu aytik Muhammadniki dey. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kim bunda hoca? Muhammad. Kimning kitobi? Muhammadniki. Mana shu endi mudaf ilayhi qoidasi shu predmetning hojasini anglata turgan qoida. Mana bu kitob mudaf deb ataladi. Mudaf. Kitap. Mudaf yalğanlışı. Mudaf ilayhi şuşı yalğanlışı. Аңа yalğanlan degan söz. İlayhi. Nende faydalar alabız bu qaidadan? Birinchidan, şunday jumla tuzib, hojani, shu predmetning hojasini aytirga o'rganamiz. Ikkinchidan, mana shu harakalar bizning kesri bilan bo'la. Shu hojani aytganda. Predmet ul bo'la bizning har vaqtda da damma bilan. Ya'ni u bilan. Kitabu, kitabida tugul, kitabida tugul. Kitabu. Ne uchun? Chunki u mudaf. Chunki u shu hojasining predmeti. Ammo ul hoja Muhammadin, mudarrisi. Ul bizning endi kesra bilan bo'la. Har vaqtda da i bilan. Kitabu Muhammadin. Kimning kitobi? Muhammadning kitobi. Shunga ko'ra ul bizning i bilan bo'la. Kitabu Muhammadin. Agar kitobga da qaraygali, masalan 19-betda. Narsanda birinchi so'rov beriladi.
Ekitabu Muhammedin hâze yâsirun. Yâsiru. Bu kitap Muhammedniki mi? Ya Yasirdi. Qarağız, ya ündəşə тұрған şulay bit. Ya Yasirin degan bunda şulay bit. Ya Siru. Agar da ya keldi ekan, şu yadan so'ng endi bizning dammi bilan kelar shu so'z. Ham ol tanvinni qabul etmaydi. Tanvin bo'lsa xato bo'ladi. Bor etik, masalan, ya Muhammadu ya deb aytdik-da. Masalan, bunda yozib olaylik. Ya masalan, ya Muhammadu. Muhammadu. Bu dammi bilan bo'lar. Ya Muhammadu. Ya Muhammadun deb aytdi, xato. Ya Muhammadin deb bo'lmaydi. Bular nishik ya Muhammadu, ya Yasiru. Ikkinchi so'z Yasir ayta. Kitobga qaraygali. Qarag'iz. Narsa degan Yasir ayta la de, yo'q de. Hada kitabu, bu kitobdi. Kimniki de? Hamidin. Ne üçün sonunda Hamidin keldi? Chunki Hamid kitobning xo'jasi. Shunga ko'ra biz narsa dedik? Ul mudof ilayhi qoidasi. Hamidin mudof ilayhi, kitabu mudof. Buni anglarga kerak. Tege kimgadir og'ir yoki ulug' yoshda xatarlarga og'ir bo'lsa, mudof ilayhi deb endi netmasagizda bo'ladi, boshlig'ingizni bilirga hech cheksiz ani kerak. Ammo aytalasiz, masalan, ne uchun bunda kitabu u bilan, ne uchun bunda Hamidin kasra bilan, i bilan. Shulay bit. Aytamiz, bu Hamid kitobning xo'jasi, shunga ko'ra u kasra bilan bo'ladi. Yo'q degasi ayta, bu kitob Hamidniki deydi. Qarag'iz, Sa'id so'ray. Ayna kitabu Muhammadin? Muhammadning kitobi qoydadi, xo'jasin so'ray. Ne uchun kitabu anara bizda Muhammadin in bilan i? Chunki bu mudof ilayhi, shulay Muhammad kitobning xo'jasi. Yasir ayta, uldi huwa alal maktabi hunak. Hunak bizning yangi so'z yozig'ali. Narsada huwa ul alal maktabi hunak. Maktabi narsali ol? O'tgan darsni esga tushirgali? Stel, parta, shulay bit. Oldi stel ustida dey. Qoyali tig'inda. Hunak degan so'z tam tig'inda. Ul tig'inda, kitob stel ustida dey. Yoki ul tig'inda, stelda. Ayna daftaru Ammarin? Daftar Ammarning daftari qo'yadi. So'raysiz kelar ekan nima? Biror kishining predmetidan bilib qo'yar ekan. Biz nechik so'raymiz demak? Ayna daftaru Ammarin? Yasir javob beradi. Huwa alal maktabil mudarrisi. Oldi o'qituvchining ustalinda de. Ala maktabi ala. Shunga ko'ra bunda kasra maktabi. Shulay bit. Al mudarrisi chunki u xo'ja. Kimning xo'jasi? Ustalning xo'jasi. Shunga ko'ra u kasra bilan keladi. Qalamu man hada ya Ali? Bu qalamni kimniki dey? Alidan so'ray. Ali javob beradi. Narsa dey? Hada qalamul mudarrisi. Uldi mudarrisning qalami dey. Ayna haqibatul mudarrisi? Haqibatu narsa u? Haqibatu sumka. Haqibatu sumka, portfel. Ayna haqibatul mudarrisi? Nesha haqibatu, nesha mudarrisi i bilan. Chunki bu mudof ilayhi qoidasi. So'ray xo'jasini shulay bit. Shu sumkaning xo'jasi. Qo'yadi. Ayna o'qituvchining portfeli, o'qituvchining sumkasi qo'yadi. Ayna haqibatul mudarrisi?
Hiye oldu tahtal mektebi. Üstel aslında diye. Part aslında. Qarağız. Tahta degan söz aslında degan söz. Tahta. Tahta. Aslında degan söz. Ham qarağız. Bunda ko'rasizmi kitobda nishik tahtal maktabi. Şuşu tahta keldi ekan. Şuşu tahta, osta degan söz. Üstel astında. Part astında. Ondan so'ng kelgan ism shulay kasra bilan bo'la. I bilan. Tahtal maktabi. Tahtal kursiyi masalan. Kursiyi ya'ni narsa degan so'z o'rindiq. Masalan tahta sariri. Masalan tahta as-sariri. تحت السرير مثلا أين كتاب محمد محمد'nin kitabı qo'ya. Biz aytamiz tahta sariri. Kravat astında. Shu tahtadan so'ng bizning kelgan ism narsa bilan bo'la? Kasra bilan bo'la. Hara qarag'iz shu dialog bilan deylik, shu kelgan tekst bilan so'rovlar bor. Ayna kitabu Muhammadin. Ne için ayna kitab Muhammadin tugul? Chunki bu Muhammad xo'ja, kimning xo'jasi? Kitobning xo'jasi. Shulay shunga ko'ra ul Muhammadin deb keladi. Dialog bo'yicha. Shunga ko'ra biz nishlaymiz javobni topirish uchun bizga bitali boshda og'irroq. Shulay butun narsani bigirakda qarab tilni esda qoldirib, biz yonidan qaytamiz dialogga. Ayna kitabu Muhammadin degan. Javobini qaraymiz. Huwa alal maktabi hunak. Bo'ldi, tegindadi, stal ustundadi. Bunisini anladik. Shundan so'ng so'rov beriladi. Ayna kitabu Ammarin. Bunda xato ketgan. Bunda so'rov nishik ayna daftaru Ammarin. Bunda kitob tugul, daftar bo'lib aytish. Bunda ayna опечатка издательстводан. Shunday bit. Ayna kitabu ayna daftaru Ammarin. Biz bunda hozir qaytabizda qaraymiz. Ayna daftaru Ammarin. O'qiymiz javobni nishik aytib, huwa alal maktabi mudarrisi. O'ldi o'qituvchining ustalindadi. Uchinchi so'rov. Ayna haqibatu mudarrisi. O'qituvchining narsasi sumkasi qo'yadi. Bunda qaraymiz hozir. So'rov. Javob bunda hiya tahtal maktabi. O'ldi ustal ostida. Demak, bugungi darsdan narsalar o'rgandik biz. Bugungi darsdan biz o'rgandik biror predmetning xo'jasini aytirga. Shulay bit mudof ilayhi qoidasin. Masalan, shu qalamning xo'jasi bo'lsinmi, saatning xo'jasi bo'lsinmi, kitobning xo'jasi. Narsa deydik, boshda kela predmetning ismi, masalan, qalam, shulay bit, anaroning xo'jasi kela. Ham shu predmet bizning tanvin da qabul etmay, al-artikli da qabul etmay. Xo'jasi shu predmetning xo'jasi, u bizning oxirdan i bilan bitadi. Shulay bit, u endi al da qabul etala. Masalan, ayda tag'in bir qabatlab ketikda misol olib. Qarag'iz, misol. Narsa dedik, mudof ilayhi. Bu mudof, bunisi mudof ilayhi. Haqibatu, bu bizning haqibatu da bo'lmay, tanvin shulay bit. Al haqibatu da bo'lmay, chunki tanvin qabul etmay shulay bit. Nishik bo'la? Al haqibatu. Bunisi shulay yo'q, bizning qabul etmay al belgilik. Shunga ko'ra haqibatu at-talibi. Shakirdning sumkasi shulay bit. Ammo bu shakird, student kim u? U sumkaning xo'jasi. Shakirdning sumkasi. U oxirinda kesri bilan keladi. Demak, shu temadan narsa anladik. Biz predmetning xo'jasini nishiga aytirga. Haqibatu at-talibi. Kitabu Muhammadin. Shulay bit. Hamali tag'in bir narsa tema oldik. Tahta, osta degan so'z.
Тәхтә дигән сүз исем алдыннан килде икән. Шушы исем ул безне шулай кәсерә белән була. Хәзер без киләсе дәресләрдә күнегүләр алып, шушы мудаф илейхи кагыйдәсен инде тагын да ныгытачакбыз. Киләсе дәресләргә кадәр Аллаһ Тәгалә насыйп итсен тагын очрашырга, укырга, өйрәнергә. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.